Balasiga zak ishlatadiganlar diqqat. Bugun sizlarga zakning faoliyatini bak cho'ng qilib berman. Masalan, mening qo'limda tutganim Annanna shirkatininki cho'ng bo'laqliq zakisi. Do'konlardan achib bo'lsizlar buni inkas rayonida qoldirib qo'ysanglar bo'ldi. Men bugun shu cho'ng bo'laqliq zakini bir bo'laqni 69 ko'ga chiqarib beraman. To'g'ri. 69 ko'y pulga bir bo'laq cho'ng bo'laqliq zaka. Yana bir bo'laq kichik bo'laqliq zaka. Yana oltal tümür maşinini qo'shab sovg'a qilaman. Bu 6-oylik bayramlik faoliyatimiz. Son cheklik. Agar balamga zakalat annanlarning zakisining yaxshiligini bilib desanglar, mana annanlar shirkatining zakisi intayin yumshoq chiqadi. Biz chiqdi, sumirchilikdan yaxshi chiqqan. Bak nefis chiqdi. To'g'ri. Ma zakininki noch ekanligini biladiganlar ilvasanlar bo'ladi. Ya'ni 69 ko'y pulga bir bo'laq cho'ng bo'laq zaka, bir bo'laq kichik bo'laq zaka, 6 tal tümür mashina sovg'a qilamiz. Mushu asildagi ulanmadan ilvasanlar bo'ladi. Lalaku desanglar, lalaku. Ya'ni kusarliq zaka desanglar, kusarliq zaka, juniorku desanglar, juniorku ba. Cho'ng bo'laqdan bir bo'laq, kichik bir bo'laqdan bir bo'laq, yana 6 tal mashinani 69 ko'yga asildagi ulanmadan shadan qo'yinglar. Bir tal yurak besib etgandan keyin shadan qo'yinglar. Unda qolsa hammanglarga rahmat. Agar har qanday bir sababdan zaka yaramay qolsa, qaytarib olsanglar bo'ladi.